Assalomu alaykum qadrli onlayn matematika kanali a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Darslarimiz davom etadi. Demak, bizda oxirgi mavzu bu. Hop, masalalar yechish mavzusi. Hop, darsimizni birinchi mashqdan boshlaymiz. Bundan oldin yondosh mavzularni eslatib o'taman. Yondosh mavzuyimiz do'stlar hamda mashqlarning ishini ko'p burchak va perimetr tushunchalariga yaqindan tanishamiz hamda ularni matematik masalalarning ichida qo'llashni ko'rib o'tamiz. Birinchi mashq. Jadvallar yordamida masalalar tuzing. Ularning har biriga ikkidan teskari masala tuzing. Har bir masalaning qiymatlari o'zaro qanday bog'liqligini aytib bering deyilyapti. Mashqimiz shartida. Hop, birinchi jadval. Hop, birinchi velosipedchi 34 km/soat tezlik bilan 4 soat harakatlandi. Masofani toping degan. Yozamiz. Agar hop 34 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan velosipedchi 4 soat davomida harakatlangan bo'lsa, qancha masofani bosib o'tadi? Demak, bu birinchi masala va unga javob yozish uchun nima qilamiz? S ni topaman. S v ko'paygan t formuladan 34 km/soat ko'paygan 4 soat. Mana bu soatlar qisqarib ketadi. Natijada hop 4 ta 30 120 4 ga 16 136 km. Hop 136 km deb yozaman mana bu jadvalga. Keyingisi hop ikkinchi velosipedchi 7 soat davomida 231 km masofani bosib o'tgan bo'lsa, u qanday tezlikda harakatlangan? Bu ikkinchi masalamiz bo'ladi va masalani ishlayman. Hop, masalan quyidagicha ishlaymiz. Demak, tezlikni topish uchun v barobar s bo'lingan t formuladan foydalanardik. Bizda s 231 km bo'lingan 7 soat. Demak, mana bu 23 ni ajratib olaman. 3 ta bor. 21 2 21, ya'ni 33 km/soat tezlik bilan harakatlangan. Demak, birinchi jadvalni bajardik va endi hop qo'shimcha shart qilib kiritib ketgan. Ularning har biriga ikkitadan teskari masala tuzing, ya'ni har bir jadval uchun. Teskari masala deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni keling, birinchi jadval uchun quyidagicha teskari masala tuzaman. Hop. Bir velosipedchi 136 km masofani 4 soatda bosib o'tgan bo'lsa, uning tezligini aniqlang deyishim mumkin. Hop, tezlikni aniqlash uchun nima qilaman? 136 ni 4 ga bo'lib yuboraman. Ya'ni 136 bo'lingan 4. Hop, natijada bizda nima chiqadi? Hop, 10 ichida 3 ta 4 34 km/soat. Hop, mana shu tartibda tuzishingiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi jadvalni yakunladik, ikkinchi jadvalga o'tishimiz mumkin. Ikkinchi jadval. Birinchi usta hop 7 ta detal soat, ya'ni soatiga 7 ta detal tayyorlasa, 12 soatda nechta detal tayyorlaydi? Demak, bu ikkinchi jadval uchun ishlashni boshlayman. Demak, 7 soat detal taqsim soat ko'paygan 12 soat. Mana bu soatlar qisqarib ketsa, 12 ko'paytirib 7 84 ta detal. Mana bu joyga nima qilaman endi? 84 ni yozaman. Ya'ni a ishni bajarish tezligiga vaqtga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, mana shu usulda ishlaymiz. Demak, jadvalimizning ikkinchi qismi, ikkinchi usta 8 soatda 96 ta detal tayyorlagan bo'lsa, uning 1 soatda nechta detal tayyorlashni yoki detal tayyorlash tezligini toping deyishimiz mumkin. Hop, demak, detal tayyorlash tezligi hop v bo'ladi. V barobar a bo'luv t. Mana shu formuladan foydalanamiz. Hop, demak, boshladim. 96 bo'lingan 8. Mana bu joyda 9 ichida bitta bor, 16 ichida ikkita bor. 12 detal taqsim soat bo'ladi. Mana bu joyga 12 ni yozaman. Hop, demak, bunga ham teskari masalani tuzishimiz mumkin. Quyidagicha. Hop, ishchi 12 soatda 84 ta detal tayyorlagan bo'lsa, u 1 soatda nechta detal tayyorlaydi deyishimiz mumkin. Keyingisiga. Hop, ishchining tezligi soatiga 12 ta detal tayyorlash bo'lsa, 8 soatda nechta detal tayyorlaydi deb turib, mana bu qismimiz uchun hop, masala tuzishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi, hop, birinchi tovarning narxi 36 ming so'm ekan. Hop, uchinchi jadvalga ko'ra, ya'ni 4 dona tovarning narxini topishimiz kerak bo'ladi. Tovarning narxi S, hop, P ko'paygan tovarning miqdori. Mana shu formula yordamida hisoblanadi. Ya'ni buni bir eslatib o'tdim sizga. Demak, shu formulaga solib ishlayman. S barobar 36 ming so'm dona
ko'paygan 4 dona. Hop, mana bu donalar ketib qolsa, 36 ni 4 ko'paytira olaman. 36 ni 4 ko'paytirish. 30 ta 4 120, 6 kare 4 24. Demak, 144. 144 ming so'm. Hop, mana bu joyga yozib qo'yaman. 144 ming so'm. Hop, endi ikkinchi tovar. Demak, hop, unga masala tuzaman. 5 dona tovarning narxi 440 ming so'm bo'lsa, 1 dona tovarning narxi qancha deb savol beraman. Hop, demak, unga ham formulani yozamiz. Formula P barobar S bo'lingan N ko'rinishda bo'ladi. Demak, shu formulaga ko'ra hisoblaymiz. E'tibor berib turamiz. Hop, P ni topmoqchi bo'lsam, 440 mingni bo'laman 5 ga. Hop, 44 ga jadval olaylik. 8 ta bor, yana 8 ta bor. Hop, demak 88 ming ekan. Bir dona tovarning narxi 88 ming so'm dona. Hop, demak mana shu usulda bajaramiz. Oxirgi shartda 3 ta qiymat bir-biriga xuddi shunday bog'langan masala tuzing. O'zingiz tuzgan masalani o'rtog'ingiz tuzgan masala bilan solishtiring. Demak, buni mustaqil sinfda bajarishingiz kerak bo'ladi. Biz esa navbatdagi mashqqa o'tamiz. Hop, ikkinchi mashq aytayaptiki, taqribiy hisoblashlar qilib to'g'ri yozuvlarni toping deyilgan. Hop, birinchi nima qilamiz? Hop, hisob-kitob ishlarini amalga oshiramiz. Ya'ni mana bu qismini hisoblaymiz va mana bu qismi bilan solishtiramiz. 14090 metr qo'shilgan 9900 metr. Men yig'indini hisoblab olaman dastlab. Hop, yig'indini hisoblaydigan 23990 metr. Hop, buni endi taqribiy hisoblaydigan bo'lsam, mana bu minglargacha hisoblaydigan bo'lsam, nima bo'ladi? 24 ming bo'ladi. Hop, metr yoki bu 24 kilometr. Hop, endi mana bu qismimizda 24 kilometr haqiqatan ham 20 kilometrdan katta. Demak, bu to'g'ri. Keyingi shartga murojaat qilar ekanmiz. Keyingi shartda aytibki, 850 sentnerdan 98 sentner ayring 50 tonna deyapti. Hop, keling shuni bajaraman. 850 sentner ayrilgan 98 sentner. Hop, dastlab mana bu qismini hisoblab olaman. Hop, 752 sentner. Hop, bizda birlik taqqoslashimiz kerak bo'lgan birlik tonnada berilgan. Shuning uchun buni tonnaga aylantiraman. Hop, tonnaga aylantirish uchun mana shu 752 ni 100 ga ko'paytirish kerak. Ko'paygan 100. Ya'ni 1 sentnerimiz 100 kilogramm. Hop, 100 ga ko'paytiraman. Hop, natijani e'tibor bering, mingga bo'lishim kerak. Hop, 75200. Hop, demak bu degani 75 tonna yu, e'tibor bering, 200 kilogramm. Hop, mana bu qismi turib tursin hozircha. Hop, mana bu 75200 ni taqribiy hisoblaydigan bo'lsam 75 ming deb olaman. 75 ming kilogramm bu 75 tonna bo'ladi. Va endi mashqimiz shartiga ko'ra 75 tonna katta 50 tonna. Demak, bu ham to'g'ri. Keyingi yozuvga o'taman. 1798 hop, uzr, 89. 1789 millimetr qo'shilgan 800 millimetr. Hop, keling dastlab mana bu qismini hisoblab olaylik. Keyin hop, taqqoslashni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda 2589 millimetr. Hop, endi buni santimetrga o'tkazish uchun nima qilardik? Qoidani eslaymiz. Hop, millimetrdan santimetrga o'tish uchun 10 ga bo'lamiz. 10 ga bo'lib olsak nima hosil bo'ladi bizda? 258 santimetr hamda qoldiq 9. Hop, yoki endi mana shu vaziyatda nima qilishimiz mumkin? Hop, buni yaxlitlab olaman. Yaxlitlasam 2600 millimetr. Yoki 10 ga bo'lib oladigan bo'lsam 260 santimetr bo'ladi. 260 santimetr katta, 290 santimetr. Demak, bu xato. Aslida teskari bo'lishi kerak. Ya'ni 260 santimetrimiz 290 santimetrdan kichkina bo'lishi kerak. Demak, mana buni xato deymiz. Hop, demak, mashq yakunlandi. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. Hop, uchinchi mashq aytayapti. Quyidagilarni yozing deyilgan hamda yozilgan ifodalarning qiymatlarini hisoblang deyilgan.
Hop, A shartdan boshlayman. A shart. Birinchi qo'shiluvchi 3656. Demak, yozaman 3656 hamda davomdan ketyaptiki, ikkinchi qo'shiluvchi esa 134 va 8 sonlarning ko'paytmasi bo'lgan yig'inda. Hop, qo'shilgan deb yozamiz mana bu joyga. Qo'shilgan. Hop, 134 ko'paygan 8. Hop, aslida mana bu qavsning keragi yo'q, chunki ko'paytirish har doim birinchi bajariladi. Hop, yozaman 3656 qo'shilgan. Endi mana bu ko'paytmani hisoblab olaman. Hop, bu 1072 ga teng. Hop, endi yig'indini hisoblashimiz kerak. Ya'ni 3656 ga qo'shishimiz kerak 1072. Demak, 4728 chiqadi. A shart bajarildi. Endi B shartga o'tamiz. Shart quyidagicha. Kamayuvchi 948 va 4 sonlarning bo'linmasi, ayriluvchi esa 21. Ayriluvchi esa 21 bo'lgan sonning ayrimani. Yozaman buni ham. Demak, 984 bo'lingan 4 ayrilgan 21. Hop, dastlabki qiladigan ishimiz mana bu bo'linmani hisoblab olaman. 984 4 ga bo'lib olaman. Hop, 9 ichida 2 ta bor. Hop, 18 ichida 4 ta bor, 6. 246 ayru 21. Hop, 6 dan 1 ayirsam 5, 4 dan 2 2, 225. Demak, D shartga o'tamiz endi. Hop, D shartimizda nima deyilyapti? Hop, birinchi ko'paytuvchi 12 soni. Yozdim 12 sonini. Ikkinchi ko'paytuvchi esa 34008 va 12670 sonlarning ayirmasi bo'lgan ko'paytma. Hop, demak, endi qavs ochib kerak. 34008 ayrilgan 12679. Demak, birinchi qiladigan ishimiz qavscha, ya'ni ayirmani hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Ayirmadan keyin ko'paytmani hisoblaymiz. Hop, demak, bizda 12 ko'paytiruv 21329. Demak, mana bu ko'paytmani siz ustuncha usulda, ya'ni ko'paytirishingiz kerak. Men esa vaqtni tejash maqsadida to'g'ridan to'g'ri javobni yozib ketaman. Javobimiz 255.948. Demak, biz 3-mashqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Mashqqa e'tiborimizni qarataylik. 4-mashqda aytilyaptiki, quyidagi sonlarni daftaringizga yozing. A sharti: bu son doiraning ichida raqamlar yig'indisi 9 ga teng deyilyapti. Hop, e'tibor qiling. Mana bu joyda doira, ya'ni mana bu doiramiz. Mana shu ichidagi sonlardan tanlab olishim kerakki, raqamlar yig'indisi 9 ga teng bo'lsin. Hop, bitta mana bu son bor ekan, 90. A shart 90 soni. Demak, 90 son raqamlar yig'indisi 9 qo'shuv 0 barobar 9. Demak, bu sonni topdim. Hop, B shart: bu son 4 burchak ichida emas, u 4 dan kichik deyilyapti. Demak, 4 burchak ichida bo'lmagan, 4 dan kichik bo'lgan sonni qidiraman. Hop, u yo 3 burchak ichida yoki mana bu doiraning ichida bo'ladi. Hop, o'sha sonni topdim. Demak, u 3 burchak ichida 2 soni. Hop, haqiqatdan ham 4 dan 2 soni kichik. Hop, endi D shartiga o'taman. Bu son 3 burchak ichida emas, u 9 va 10 sonlari ko'paytmasidan katta deyapti. Demak, 3 burchak ichida emas, yo 4 burchak ichida u, yo doiraning ichida. 9 va 10 sonlar ko'paytmasidan katta bo'lishi uchun, ya'ni 9 ko'paytiruv 10 bo'lsa, 90. Demak, qidirayotgan sonimiz 90 dan katta bo'lishi kerak. Hop. Demak, u mana bu joyda joylashgan ekan. 95. Demak, 95 haqiqatdan ham 90 dan katta. E shartga murojaat qilamiz. Bu son ham 3 burchakning ham doiraning ichida. U 2 xonali. Hop, e'tibor bering. Ham 3 burchakning ham doiraning ichida. Demak, mana bu oralig'ida o'sha sonimiz. Mana bu joyda va 2 xonali deyilgan.
E'tibor qiling, hop, biz mana bu 86 va 0 ni ola olmaymiz. Sababi u to'rtburchakning ichida qoladi. Demak, biz 55 sonini olamiz. 55. Demak, bu ikki xonali. F shart. Bu son uchburchakning ichida ham emas, doiraning ham ichida emas. U 2 ga bo'linadi. Uchburchakga ham, doiraning ham ichida bo'lmasligi uchun u ikkita son bor. Mana bu shunaqa shartni bajaradigan 6 yoki 9. Demak, bu sonlar ichidan 6 sonni tanlab olaman. 6 soni haqiqatan ham 2 ga bo'linadi. Qadrli do'stlar, demak 4-mashqni yakunladik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. 5-mashq. 5-mashqda aytayaptiki, taqqoslang degan. 45 km 3 metrga 14 km 568 metrni qo'shing deyapti. Hop, yozamiz. Demak, 45003 qo'shilgan. Hop, mana buni 14568 deb yozib olaman. Bu A shartida. Hop, yig'indini topadigan bo'lsak, bizda 59571 metr. Va taqqoslashimiz kerak bo'lgan son esa 60125 metr. Mana bu tomon katta. B shartga o'tamiz. 17 metr 4 detsimetr 8 santimetr. Demak, buni hop 1748 deb yozib olishim mumkin. Buni o'tib berganman. Hop, keyingisi 12 metr 52 santimetr. Hop, 1252. Hop, ayirmani hisoblab olish kerak do'stlar. Hop, ayirmani hisobladigan bo'lsak 496 chiqadi bizda. 496. Demak, bu turib tursin hozir 496. Keyingisida mana bu holat ekan. 43 detsimetr 5 santimetr. Bu 435 santimetrga teng bo'ladi. 435 santimetr. Demak, 496 katta. Hop, keyingi D shart. 6 detsimetr 27 millimetr qo'shilgan 634 metr. Hop, taqqoslashimiz kerak. 126 santimetr 7 millimetr. Hop, e'tibor bering, mana shu joyda o'zi 634 metrni qo'shilibdi va o'z-o'zidan hisoblashni kerak yo'q. Mana bu tomon katta. Hop, keyingi shart E shartga o'tamiz. E shartimiz nima deyapti? 74010 detsimetr ayrilgan 28685 detsimetr va buni 3601 metr bilan taqqoslang. Hop, ayirmani hisoblayman. Ayirmani hisoblaydigan bo'lsak, bizda 45325 detsimetr. Hop, endi bu detsimetr ko'rinishda bo'ldi. Hop, mana bu 3601 ni detsimetrga o'tkazish uchun shunchaki 10 ga ko'paytiraman. Demak, 36010 bo'ldi detsimetr. Demak, 45000 tomon katta hisobda, mana bu tomon katta deymiz. Qadrli do'stlar, demak 5-mashqni ham muvaffaqiyatli yakunlab oldik. Navbatdagi mashqqa o'tishimiz mumkin. Mashq o'tishdan oldin ozgina yangilab olaman. Hop, 6-mashqda aytayaptiki, 2 kg sariyog' sotib olish kerak. Do'konda qadoq 500 gramlik sariyog' 37000 so'm. 250 gramlik sariyog' 18000 so'm. 200 gramlik sariyog' esa 9500 so'm turadi. 500 gramlik sariyog'dan 4 ta olinsa arzonroq tushadi deyapti. Bu gap to'g'rimi? Keling sinab ko'ramiz. Hop, demak 2 kg bo'lishi uchun 4 ko'paygan 500 ni oling deyapti gramni. Hop, endi 500 gramlik sariyog' qancha turadi? Narxini hisoblayman. 4 ko'paygan 37000. Demak, 4 ta 30 120, 4 kere 28. Hop, 148 bo'ladi natijamiz. 1000. Demak, 2 kilogramlik sariyog' uchun hop 148 so'm sarflandi. Hop, demak bu turib turadi birinchi holat. Endi hop 500 gramlik emas, 250 gramlik olinadigan bo'lsa, nechta olish kerak bo'ladi? 250 gramlikdan demak 8 ta olishimiz kerak bo'ladi. 8 ko'paytiruv 18000. Demak, 8 ko'paytiruv 18000. 8 ta 10 80. Demak, 8 kare 8 64 qo'ysak 144. 144 ming so'm. Bu 250 gramlik. Hop, mana bu 500 gramlik. Hop, endi 3-holat. Keling 200 gramlikdan hisoblab ko'ramiz.
Hop, 200 grammlik 9,5 so'm turadi. 2 kilogramm uchun 10 ta olish kerak. Demak, 10 ko'paygan 9500 bo'ladi. Natija 95000 so'm. Demak, bu 200 grammlik. Hop, qadrli do'stlar, demak, bu xulosamizdan shunday xulosa kelishimiz mumkinki, hop, bu gap, ya'ni yuqorida masalamizda 500 grammlik sariyog'dan 4 ta olinsa arzonroq tushadi degan gap xato. Sababi 200 grammdan 10 ta olinsa 95000 so'm tushadi. Demak, buni o'zimiz mashqni bajarish jarayonida ko'rdik. Mana bundan olsa arzonroq tushar ekan. 6-mashqni yakunladik. Navbatdagi 7-mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, demak, bizda 7-mashq shart quyidagicha ekan. Har bir misolda bitta gugurt cho'pini o'rnini shunday o'zgartiringki, natija to'g'ri tenglik hosil bo'lsin. Demak, birinchi misolimizda qanday misol berilibdi? 9 ko'paytiruv 4 teng 16 deb berilibdi. Demak, bu xato, to'g'rilash kerak. Hop, nima qilsak bo'ladi? 16 bo'lish uchun demak, to'g'ri ko'paytirish kerak. Ha, demak, mana bu joyda o'zgartirish kiritish mumkin. Ya'ni mana bu joyga, mana bu gugurt cho'pini mana bu joyga olaman. Ya'ni mana bunday holatda keltiraman. E'tibor bering, shunda nima hosil bo'ldi menda? Hop, demak, yozaman. Mana bu holat paydo bo'ladi. 4 ko'paytiruv 4 barobar 16 hosil bo'ladi. Hop, demak, keyingi misol. Hop, 12 ko'paytiruv 3 12 ko'paytiruv 3 barobar hop 25. Hop, demak, buni ishlashimiz kerak. Bunda ham bitta gugurt cho'pini o'rnini o'zgartirishimiz kerak. Hop, nima qilsak bo'ladi? Hop, nima qilishimiz mumkin? Hop, mana bu 12 ni o'zgartirmoqchi emasman hozircha. Chunki katta son chiqish uchun bu taraf katta turishi kerak. 3 bilan 25 ni nimadir qilish mumkin. Hop, ha, demak, mana bunday qilish havoga kelib qoldi. Qarang, e'tibor bering. Mana bu joyga ko'chirib o'tkazaman. Unda nima hosil bo'ladi? E'tibor berib turamiz. Demak, bizda 12 ko'paygan. Mana ko'paytirish belgisini qo'yaman. Hop, mana bitta gugurt cho'pak olib kelsak, mana bu joyda 2 qoldi. Hop, mana shu olgan gugurt cho'pagim bor-ku, shuni mana bu joyga qo'yaman. 20 ni yozganda bitta, mana bunday qilib qo'yaman. Demak, shunda 12 ko'paytirib 2 teng 24 hosil bo'ladi. Demak, bu qismini ham bajarib oldik. Navbatdagi qismga o'tishimiz mumkin. Hop, navbatdagi misolimizda nima deyapti? 10 ko'paygan 5. Hop, 5 emas, endi 4 bo'ladi bizda. 4 teng. Hop, mana bu 37. 37 bu xato. Xatoni qanday qilib to'g'rilash kerak? Ya'ni cho'plarni o'rnini o'zgartirish kerak. Hop, nima qilsak bo'ladi bu vaziyatda? Hop, shuni keling, mana bunday deb yozish mumkin ekan. Ya'ni xayol kelib qoldi. 9 ko'paytirib 36 ko'rinishga keltirish mumkin. Buning uchun nima qilinadi? Mana bu joyga bitta gugurt cho'pak gap kelib joylayman. Natijada mana nima hosil bo'ldi? Demak, mana bu holat 9 bo'ladi. Ko'paygan 4 teng. Mana bu bitta gugurt cho'pak chiqib ketdi-ku. Bizda nima qoldi? 3 ta x yozsam 30 bo'ladi. Bitta va 5 6. Demak, 9 ko'paytiruv 4 teng 36 hosil bo'ladi. Demak, qadrli do'stlar, ushbu 7-topshiriqni ham muvaffaqiyatli bajarib oldik. Navbatdagi mashqqa bemalol o'tishimiz mumkin. 8-mashqqa e'tibor qarating. Daftaringizga rasmdagi ko'rsatilgan shaklni chizing. Demak, chizdik deb tasavvur qilaylik. Mana bu shakl turibdi bizda. Hop, endi aytyapti, har safar bitta kvadratga o'tishingiz mumkin. Har bir qadamdan keyin xuddi rasmdagidek bo'sh kataklarni bo'yab qo'yish kerak. Ya'ni, mana bu shartni bajarib, mana bunga o'xshatib bo'yab qo'yishimiz kerak ekan. Hop, birinchi ketyaptiki, qizil kvadratga tushib qolsangiz, havo rang va yashil kvadratlarning o'rnini almashib qoladi. Hop, keling, mana qizil kvadratga tushdik deb tasavvur qilaylik. Mana bu joy qizil. Hop, havo rang bilan yashilni o'rnini o'zgarib qo'ying. Demak, mana bu joy yashil, hop, mana bu joy havo rang. Demak, mana bu o'rta sariq qoladi. Hop, menda bo'yash imkoniyati kamligi uchun, men mana shunday qilib yozib ketaman. Siz daftaringizda bo'yab chiqishingiz kerak. Havo rang. Hop, endi ikkinchi shartga o'taman. Hop, agar deyapti, yashil kvadratga tushib qolsangiz, keyingi 2 kvadratni o'rni almashib qoladi deyapti. Hop, demak, mana bu qizil o'zi turadi. Qizil. Hop, mana bu yashilga tushib qolsa, 2 ni o'rnini oladi. Demak, mana bu joy havo rang, mana bu joy sariq bo'lib qoladi. Hop, demak, bu bajarildi. Endi 3-shart. Havo rang kvadratga tushib qolsangiz, qizil kvadrat sariqqa aylanadi degan. Hop, demak, havo rang kvadratga tushib qolsa, qizil sariqqa aylanar ekan. Demak, hop, mana bu joy sariq bo'lib qoladi. Endi e'tibor berib turamiz. Hop, mana bu joy sariq, mana bu joy yashil, mana bu joy havo rang, mana bu joy sariq bo'yicha turadi.
Hop, keyingisi sariq kvadratga tushsangiz, tushib qolsangiz, yashil kvadrat havorangga aylanadi deyilgan. Demak, biz mana bu joyda sariq kvadrat o'zi turibdi. Hop, yashil kvadrat havorangga aylanar ekan. Demak, mana bu havorang bo'ladi. Hop, havorang sariq. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, buni daftaringizga rangli qalam bilan hop chiroyli qilib bo'yab chiqsangiz, ancha chiroyli chiqadi. Bizda bo'yash imkoniyati kamligi uchun aynan mana shu usulda bajarishni ma'qul ko'rdik. 8-mashq bajarildi, navbatdagi 9-mashqqa o'tishimiz mumkin. Demak, bu mashq mavzuyimizning oxirgi mashqi ekan. Qadrli do'stlar, demak, ushbu mavzu ikkinchi qism darsligimizning oxirgi mavzusi. Darslarimizni yaxshilab o'zlashtirib chiqishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. 3-darsligimizdan boshlaymiz navbatdagi darsimizda.